Abu Davudda rivoyatda shunday deyiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam badxo dedilar. Rukoni ibn Yazid qo'y echkilarni haydab keldi va ey Muhammad, men bilan kurashga tushasanmi dedi. Rasululloh sovringa nima qo'yasan dedi. Qo'ylarimdan birini dedi. Rasululloh kurashni yiqitib qo'ydi. Ya qo'ymi, bilmayman kurashishdi. Ya degan ekan. Qarang, Rasululloh sport maydonida ham birda chap turyapti, tayyor. Doim tayyor. Chunki musulmon shunaqa bo'lishligi kerak. Bir marta itdan qocha olmay tolanganingizdan keyin yugurasiz sport bilan shug'ullanib, birodar. Agar kunda futbol o'ynab yurganingizda qochib ketadi itdan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday turdi, ikkinchi marta ontarib qo'ydi. Uchinchi marta ontarib qo'ydi. Shunda Rukon aytdi, "Vallohi, meni sen yiqitmayapsan" dedi. Chunki yengilmagan bo'ladi. Meni Alloh yiqityapti dedi. Dedi-da, musulmon bo'ldi shu yerda deyiladi Abu Davud rivoyatida. Rasululloh qo'ylarni qaytarib berdi. Sport bilan shug'ullangan ekan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mana Uhud va boshqa g'azotlarga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiqib ketayotgan bo'lsa, yosh bolalar ham biz ham chiqamiz siz bilan desa, Rasululloh kurashtirib ko'rar edi. Jismonan baquvvat bo'lsa, musulmonlar safiga askar qilib olib ketar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizni jismonan sog'lom bo'lishimizni xohlagan. Biz qachon chiqamiz sport bilan shug'ullangani? Yo kalta yeganimizda qattiq. Yosh bola urib qo'ydi deydi. Yo o'tirib turishga qiynalib qolganimizda, yurmasam bo'lmaydi bo'lib ketibdi deydi. Semirib ketibman deydi. Semirib ketgan uchun yuguryapti. Bo'lmasa yugurmas edi bu. Nima deb yugurish kerak ekan o'zi? Innamal amalu binniyat, birodarlar. Jismonan sog'lom bo'lishligim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsa xursand bo'ladigan ish deb turib chiqsa, sport bilan shug'ullanish ibodat bo'ladi, birodarlar. Innamal amalu binniyat. Sport bilan shug'ullanishidan maqsad jismonan baquvvat bo'lsam, Alloh meni yaxshi ko'radi deb e'tiqod qilsangiz, shu sportingiz ibodat bo'ladi. Modomiki bu sport harom bo'lmasa edi. Shu siz shug'ullanayotgan turi. Chunki al-mu'minul qawiyyu khayrun va ahabbu ila Allohi minal mu'minid zoif degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Abu Hurayra roziyallohu anhudan, Muslimdan bu hadis. Imom Muslimdan. Kuchli mo'min zaif mo'mindan ko'ra Allohga yaxshiroq va mahbubroq. Tushunarlimi? Men qiziqmayman sportga. Seni qiziqishing so'ralmayapti. Men bitta to'p orqasidan 10 tasi jinniga o'xshab, siz esli bo'lib o'tiraverasiz. Osh yeng, go'sht yeng, davlengiz ko'tarilsin, oshqozon ichak kasallarga uchrang, teri kasalliklarga uchrang, yuguring edi, yuguring edi. Bilasizlar, yugurishlik qanaqa bir odamga foydali narsa. Habashlar dedi, Imom Muslim keltirgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhu. Habashlar Rasulullohning huzurlarida xirob o'ynashayotgan edi. Masjidda xirob, haligi kaltagina nayzasini olib turib, o'sha jismoniy bir quvvatini ko'rsatish, chaqqonligini ko'rsatishlikdagi bo'ladigan o'yin edi. Umar ibn Xattob masjidga kirib qoldi, qarasa haligilar masjidda sport qilyapti. Yerga engishib tosh olib haligilarni toshbo'ron qilib qoldi. Masjidda shunaqa qilishasanmi deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey Umar, tek qo'ying ularni dedi. Qayerda? Biz masjidda futbol o'ynaylik demayapmiz akalar. Hatto masjidda mana shu ishni qilsa payg'ambarimiz ruxsat beryaptiki, odamlarda o'sha jismonan sog'lom bo'lishlikka bir targ'ib,